Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Toshkent viloyati Olmaliq tumanidagi Fayzli xonadonimiz asosiy devorlariga ikki kameralarimizni yopishtirishni boshladik do'stlar. Toshkent viloyati Olmaliq tumanidagi yurtdoshlarimiz o'zlarining живой holatini kelib ko'rishlari mumkin. Ekranlarga ustalarimizda nomerlarini chiqarib qo'yganmiz do'stlar. 90li 395 21 25 raqamlarga murojaat qilsalaring do'stlar, manzillarini tashlab berishadi do'stlar. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, yoqsa bitta ustalarimizning mehnatlariga baho berib turasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa shu obyektimiz to'liq bitgandan keyin bir chiroyli video syomka qilib sizlar bilan bo'lishaman. Nimalar qildik, qancha rasxod qilindi, hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib video syomka qilib yoritib boraman. Gipki kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Hozirda biz 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha asosiy devor, sokol qismlariga gipki kaminlarimizni O'zbekiston bo'ylab yopishtirib kelyapmiz. Aziz yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Bir-biridan chiroyli xonadonlarni video syomka qilib, gipki kamerlarimizni yopishtirib, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib boraman. Do'stlar, bizni gipki kamin ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan.